Assalomu alaykum, hurmatli kanal a'zolari. Biz endi yana boshlaymiz. Yangi o'quv yiliga boshlayapmiz. Dunyodagi eng arzon notlar boshlaymiz. Dunyo bo'yicha eng arzon notlar. Shunaqa arzon, narxlar ko'p hayron qolamiz. Bular nimaga? Avtoshkola ochadi yoki uyga hisob-kitob qo'ysa bo'ladi, kira ko'rishga, dars qilishga bo'ladi, lekin dunyo qilamaydi. Yaxshilar ko'p to'p beraman. Birinchi manba Asus. Asus yili eskiroq, to'g'ri, lekin zaryad ishlaydi. Hozir yaxshi, narxi 400 ming so'm. Ya'ni 30 dollar. Zaryadchiga o'zining narxi o'zimda o'tiradi. 30 dollarga Asus iPad'ga 4 GB 512 xotirasi bor. Dars qilishga, kino ko'rishga bo'ladi bilmayman. 400 ming so'm. Keyingisi bu Asus holat ideal, chakki. Masalan, odam ko'rib bu deb qo'ymaydi buni, holat yangi o'xshaydi bemalol. Yakun kabkasi bor, 4 ga iPad'gasi bor, 1 terabayt xotirasi ham bor. Ekran matli. Narxi 1 million. Yana kesib beramiz. Yangi holatda. Aytuvchi mana bu aytgan bor. Chester bu zo'r notebook. Mana kecha mana bu joyda sal tushib ketgan, qochoq qoldi. Metal korpus bor. Core i5, iPad'gasi 16, 2 GB SSD bor. Qo'shimcha 2 GB grafik kartasi ham bor. O'yinga ham chiqadi bemalol. Dell. Bu Dell Vosto deyiladi. Ekran IPS, tiniq, tagi pachitga bo'lmasga hamma komfortlar bor. Narxi 150 dollar. Bunaqa bozorda yozadi hech kimda yo'q. 150 dollarga Dell Vosto i5 11 chavoq hash prosessor toza. Keyingisi bu undan arzon. Bu aytishdiki, kompressoriga yaxshi. Ekran IPS, yengil, pashti yangi holatda, ideal. Narxi 100 dollar. 100 dollarga bozorda ishlash bo'lmaydi. iPad'gasi 16, 500 GB SSD bor. Oddiy masalan, shu agar pametini yechsangiz ham o'zini pul kelib chiqadi-da. Mana pametini yechsangiz ham mana hozir tiniq. O'zi masalan ekran o'zi ham o'zi bo'lmasa 100 dollarga nima bermaysiz shunga. Keyingisi HP Ryzen 5 4000 seriya. iPad'gasi 16 100%, 2 GB SSD bor. IT'ga ham chiqadi, o'qishga ham chiqadi. Bu Ryzen 5 4000 seriya. Mana bu yoqaman iPad'gasi 16 va 500 GB 2 GB SSD bor. Batarya yaxshi ishlaydi. Hech kim olmasa yo'q, narxi 180 dollar. Endi o'ylab ko'ring, hozir vaqtda narxlar ancha ko'tarilgan. Butun dunyoda ko'tarilgan notlar narxlari. 180 dollarga hozir Lenovo Celeron bermaydi, Asus ham bermaydi. Bu HP Ryzen 5. Hozir chotki mana. Yana ko'rsataymi? Mana HP Ryzen 5 Vega, mana iPad'gasi mana 16. 16 GB iPad'gasi bor, SSD bor, qo'shimcha mana grafik kartasi ham bor. Pulga yarasha juda yaxshi model. Arzon. Keyingi Surface Core i5 boya yangi Surface kelgan. Ideal holatda. Surface Core i5 10 bor. iPad'gasi 8 GB iPad'gasi bor. 2 GB SSD bor, ham planshet, ham notebook bor bemalol. O'qishga ko'tarib ham bo'ladi. Talabaga ham, o'quvchiga ham zo'r, ko'tarishga ham yaxshi. Surface narxi 230 dollardan beramiz. i5 10 bor, 8 GB iPad'gasi bor, 2 GB SSD bor, ekran sensor bor. Yana arzon bo'ladi. Keyingisi bu Dell bu Gateway, Acer Gateway Core i7 12 bor. iPad'gasi 8 GB bor, 500 GB SSD pamet bor, barmoq skaner bor, qo'lga ekran sensor bor. Narxi 200 dollar. i7 12-avlodda 200 dollarga zo'r narx shuni. Keyingisi bu Acer Gateway Ryzen 3 yangi narsa. iPad'ga 8 180 GB SSD ham bor, lekin narxi yo'q. Narxi 170 dollardan yangi Acer Gateway. Mana bormi shunaqa? Menimcha bozor bo'lmasa kerak, mana sog'lom ishlatmadi. Sog'lom yangi notebook ishlab turibdi. Narxi 170 dollardan mana shu. Keyingisi Dell Core i5 11 bor. iPad'ga 8 GB, 500 GB SSD pamet bor. Dell'niki bu bemalol planshet ham notebook IT'ga ham chiqadi bemalol. Narxi 230 dollar. Core i5 11 bor, 8 GB iPad'gasi bor, 2 GB SSD bor. Xohlar do'konlarimiz ochib ko'rsin, agar mana shu narxlar qayerdan chiqadi narxlar. Biz endi imkon boricha arzon beramiz, bundan arzon bundan qimmat demaymiz. Mana keyingisi mana Asus bor. Asus AMD A10 prosessor, to'g'ri eski notebook, lekin ichida ishlashi zo'r. 8 GB iPad'gasi bor buning. Qarang, zaryadchi turibdi, 8 GB iPad'gasi bor. Qo'shimcha 180 GB SSD ham bor. Narxi keladi bo'lsa, narxi 9000 1 million olib chiqadi, lekin ishlashi zo'r. Bitta ishlayapti, qarang, 9000 1 millionga hozir ishlashi demaydi hozir vaqtda. Mana, bitta ishlaydi. Bitta yonda.
Keyingi notebookimiz bu ham shunday arzon. Bu Core i5 5-avlod Asus. Bu ham 8 GB operatikasi bor. 256 ga SSD'si bor. Qo'shimcha kartasi ham bor. Bu narxi bu ham 8 mingdan chiqadi shunaqa. Arzon. Eng arzon mana bu HP EliteBook X2 modeli. Pametda 16 operatikasi bor. 512 GB SSD kartasi ham bor. Narxiga bo'lsa narxi 200 dollar beramiz. Zo'r narx. Ham sensor, ham notebook, ham planshet. Endi 200 dollar bo'ladi, hozir vaqtda hech bermaydi yangi. Hozir vaqt bozor eng arzon notebooklar narxlari hozir vaqtda mana shu bugungi kunlarda 300 dollardan boshladi eng arzon notebooklar narxi yangisi. Bular i5, ular Celeron deb mana, oddiy deb shunaqa. Kimga agar notebooklar narxlari qiziq bo'lsa, mana shu biz YouTube kanalimizga a'zo qo'ying. YouTube kanalimizda bundan tashqari pastda alohida Telegram kanalimiz bor. Telegram kanal a'zo bo'lsangiz, Telegram kanal ichida bitta hammasini buni rasmi, buni rasmi alohida berilgan, kamchiliklari, batarya foizi hammasi berilgan. Xo'sh, kanalimizga a'zo qo'ying, Telegram kanalimizga va YouTube kanalimizga. Butun o'zim bilan bitgan xizmatim bor, bo'lib va natija xizmatim bor. Keling, ko'ring, mazza qilishing.